Assalomu alaykum. Kanalimizni kuzatib kelayotgan akalar, mana bo'yi 50 santimetrli temir qoziqqa moslashtirilgan apolovkamizdan 2 kampli Qashqadaryoga tayyorlayapmiz. Listlarning qalinligi 2li. Svarkalarni mana har 10 santimetrga 2 millimetrdan qilib chiroyli qilib qo'yib chiqyapmiz. Imkon qadar sifatiga e'tibor berib, burchaklarni olib burchak qilib kesib, o'ta zo'r baquvvat chiqyapti. Mana armatura qoziqlari bo'yi 1 metrli, ham 70 ga ham 50 li apolovga ishlaveradi. Buyurtma bergan akamiz qozig'ini shu o'lchamda tayyorlab bering dedi. Bo'yi 1 metrli, ham 70 likka ham 50 li apolovga ishlaveradigan qilib tayyorlab bering dedi. Mana tayyorlab berdik. Qoziqlarni chiroyli qilib, xudo xolasa ertaga tugatamiz bu akamizni zakazlarini. Kemayda bo'yi 1 metrli universal apolovkamiz bor. Ham o'qqa ham temir qoziqqa ishlaydigan. Buyurtma bergan akamizga taklif qildik, ham o'qqa ham temir qoziqqa moslashtirib qilib beraylik, narxi bir xil bo'ladi desak, yo'q, men faqat temir qoziqni o'ziga tayyorlab moslashtirib qilib beringlar, o'q o'lsa menga oshiqcha chiqim bo'ladi, men faqat temir qoziqni o'zida beraman ijaraga degan uchun temir qoziqqa moslashtirib qilib berdik. Endi akalar, hozirgi vaqtda bu o'qning narxi oldingiga qaraganda 30% qo'shilib qoldi. Oldin 10 ming so'm bo'lsa 9,5 ming, 10 minglik o'qlar hozir 13,5 ming, 14 ming so'mni oralig'ida sotilyapti. Buni narxi pashti Xitoydan kelayotgan zaynamaydigan tayrot bor. Tayrot narxi yetib qoldi. Narxlari oshib qoldi buni. O'shunga akalar, agar ijaraga chiqarib, shuni orqasidan tirikchilik qilaman desanglar, apolovkani imkon qadar bunday qilib universal qilib tayyorlatinglar. Xuddi o'zingiz tayyorlaysizmi, uyingiz sharoitingizda yoki kimgadir buyurtma berasizmi, bizgami, boshqa apolovkachilargami, imkon qadar apolovkani temir qoziqda bir bo'y bo'lsa, sen 50 li 50 ga ishlatadigan bo'lsa, armaturadan qoziq qilib olinglar. Bu o'qinglar uzoqroq xizmat qiladi. Bo'yi 70 li apolovkalarga ham alohida qoziq qo'yinglar. Bo'yi 70 li joyga, faqat 70 li joyga ishlatadigan bo'lsa, bir bo'y ishlatadigan bo'lsa, temir qoziq beringlar. Agar 2 bo'y ishlatadigan bo'lsa, o'qni qo'shib berasizlar. Shunda o'qinglar uzoqroq xizmat qiladi. Admo uchi rezvasi o'lmaydi. Bo'yi 1 metrli apolovkalarga ham alohida qilib 140 mi, 135 danmi bir xilda qilib kestirib temir qoziq qo'ysanglar, kamroq rasxod qilasizlar. Qashqadaryolik akalarimiz umuman o'qli apolovka bermayman, faqat temir qoziqli apolovka beraman. Shu boshda chiqimni qilay, shu bilan oxirigacha shundan kelayotgan nimasiga o'zim tirikchiligimni qilaman degan uchun temir qoziqqa moslashtirib beryapmiz. Bo'yi 1 metrlikdan 2 kamplik, 50 santimetrlikdan 2 kamplik apolovka. Shu armaturadan temir qoziq qo'ysa, endi shu apolovkalar xizmatini qilib, yana boshqa apolovka, osuq apolovkalarga ham bu armatura qoziqlar ancha yillar xizmat qiladi. Do'st bu hech bola bo'lmaydi temir. Kimga shunaqa universal apolovkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomerimni qo'yib qo'yaman. O'sha nomerga aloqaga chiqaverasizlar. O'sha nomerda Telegram, WhatsApp bor. Bu apolovkalarimizni o'qqa universal, ham o'qqa ham temir qoziqqa moslashtirilgani, shu temir qoziqqa moslashtirilgan narxi bir xil. Bunaqa teshib orqasiga shayba qo'yib ketamiz. Işte bu listi ziyoni tegmasligi uchun o'qni ichida bosim bo'lganda
narxi bir xil chiqadi. Bo'yi 50 8 million 800 ming so'm atrofida chiqyapti. Bo'yi 1 metrli olib kelamiz. Ham universal, ham o'qqa, ham temir qoziqqa. Narxi 14 million so'm. Xohlasanglar o'qi bilan qilib beramiz, xohlasanglar temir qoziq bilan qilib beramiz o'sha narxda. E'tiborlar uchun rahmat.